Doktoramda şu bu Xitaylarniki bu casusluk guruh hamda yotkilishchan harakat mashinaning ichiga ko'rdingiz butunlay. Mashinaning ichiga o'rlashtirgan narsalar bilan xohlagan yerga berib hatto Istanbulda emas shu xabar berilganda 5-6 shahar hamda. Bu yerlarda hamda shu mengib yurib hamda o'z nishonlagan ham Uyg'urlar hem Uyg'urlar bilan aloqa qilgan Türkler mesela. Hazır mesela Türkiye'de nurgulluğun mesela bütün şu Türksel bolsun nurgulları 4,5G'de işletildi mesela. Bu Xitaylarning bu hareketçan maşından çıksap koygan narsa bilan siz degandek agar de bu 2G'deki bir xatarlik yuchuq olsa 2G'da. Hazır köpünçe insanların qo'lida 4,5-4'ten yuqori mesela Türkiye'de. Hem mengip yurib turib, xohlagan yerga berib turib, mesela biz hech qanday xabarimiz yo'q holatda telefonning ichidagi nimalarni ala oladi mesela. Qanday oladi mesela bu nuqtadan. Endi ben abaylığı bu burundan tatip mevcut olan texnika dedim. Ameliyatda bu şu garip devletlerde ameliyatta qo'llanib kelayotgan bir xil usulchu. Buni men deyishni unutib qo'ydim. Şu 11 sentabr vaqasidan keyin bo'libmi shu Germaniya, Amerika degandek davlatlarda gumonliq insonlarninki ish harakatini kuzatish uchun bular maxsus mush texnikadan foydalangan. Bu ISMI signal tutqich degan asbobni ishlaydigan maxsus shirkatlar bo'lgan o zamonlarda. Hamda buni albatta bu asbobni setib olish uchun davlat buni yuqori darajada maxfiy tutib, buni kontrol qilgan uchun uni setib olish unchalar bir oson bir ish emas. Balki buni setib olish uchun ma'lum bir davlatninki bexatarlik idorasi ishlagan yoki bir nimalarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi vaqtida uni endi yasash yoki nima qilish burunga qaraganda oson bo'lib ketganligi uchun hozir bular endi shu asbobni o'zlari shunday ekan. Endi u masalan ayni vaqtida 2000 yıllarının başlarında mesela yoki ondan burungi mezgillarda şu davlat axborot organlari şu zaharli chekimlik atkazchilarini tutish yoki bo'lmasa jinoyat gumondorlarining izini qo'g'lash, ularninki shaykillarini tepish. O zamonlarda ko'pincha aloqa SMS orqali bo'lganligi uchun hatto bular saqchilarga mushundaq yo'tkilishchan asboblarni o'rlashtirib yoki ularning mashinalariga o'rlashtirib shu jinoyat gumondorlari mavjud bo'lib turayotgan yoki bo'lmasa Meksikadan Amerikaning chegarasidagi shu zaharli chekimlik atkazchilarini tutish jarayonida bular nihoyat ko'p qo'llangan. O dastlabki mezgillarda hukumat qancha bexatarlik organlari qancha maxfiy tutgan bilan bu ilmiy tadqiqot nimalarda bu ikkinchi avlod to'g'rida bexatarlik masalasining mavjud ekanligini keyin bular ilmiy doklad, ilmiy maqolalarda oshkorlab o'tgandan keyin oshkor bo'lgan narsa. Shunga bu mashinada asboblarni yo'tkazib yurib, buni ishlatish amaliyotda bu burundan tatib bo'lgan ish. Yangi ish emas. Xo'sh. Endi yangilik nima degan vaqtida bularninki shu maxsus ma'lum bir rayonga kelib shu atrofdagi Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan. Bu savol meningdan burun bir yig'indami so'ralgan. Shu yaqin atrofda Safako'yga Huawei'ninki nimalar paydo bo'lib qoldi, antennalarni ko'ryapmiz. Bizni kontrol qilish uchun qilganmi degan vaqtida men buni Turkiya hukumati bunga sagak bunday ishlarga yo'l qo'ymaydi degan. Endi shu vaqtda so'ralgan savolning javobi hozir chiqyapti. Demak, bular shu ko'proq o'zlari nima qilgan rayonlarga nayt keng doirada masalan biz Turk hukumatiningki, Turk istixborotininki e'lon qilgan materiallarni ko'rdik. Nurg'un shaharlarda, nurg'un yerlarda shu Uyg'urlar yoki bo'lmasa o'zi qiziqqan tashkilotlar yoki hukumat amaldorlarininki nimalarni atrofiga berib qolganligini ko'ryapmiz. Endi abay dedik, telefon davomli biz mesela yutkilib turgan bo'lsak, u bir antenadan yana bir antenaga yutkilib turdi. Mesela men bir küçük Çekmece'den İstanbul'a kirgeçe mangan bolsam, belki yolda men 100 antenadan atlab o'tishim mumkin. Men harakat qilish jarayonida mesela her zaman men uchur almashtirmay yoki bir narsa qilaman degan vaqtida her zaman atrofdagi yangi antennani izlaydi. Agar signal ajizlashib ketgan bo'lsa, kuchliroq bir antenna qo'llanib mangadi. Shunday bo'lgandan keyin yo'tkilib qo'yganligi uchun bular shu atrofga kelgandan keyin mesela ehtimollik bular nihoyat kuchli shaklda mesela her qanday bir telekom şirketlerinki belgilab bergan chastota doirasi bor.
ma'lum bir chastota doirasida, masalan, Turkcellning ma'lum bir chastota doirasida bo'lgan bo'lsa, shu chastota doirasida nihoyat kuchli signalni tarqatgandan keyin Turkcellga bog'lanish tegishli bo'lgan telefonlar Turkcellning o'zining rasmiy antennasiga bog'lanmay, mana shu yolg'on asbobga ulangandan keyin demak ma'lum uningki ehtimolligi demak shuning orqali ma'lum bir uchur yo'llash, yana bir narsalarning ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bularni davomli yangi asboblarni tutish, yangi asboblarning uchurini egallash, aning keyin uning kim ekanligi, nima ishlarni qilayotganligini dalillash uchun balkim bular yo'tkilib turgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi ikki joydagi bexatarlik yutuqlar vaqtida undan qanday foydalanganligi deganga asosiyatdan javob chiqib bo'ldi, doktor. Bu yerda Xitoy maxsus bir narsa ijod qilgan narsa ish yo'q. Faqat mavjud bo'lgan texnikadagi yutuq. Degan holda hozirgacha masalan hatto shu nima mutaxassislarmi dedi masalan nimada. Bundaq ishni masalan davlatning normalda saqchi organlarma o'z beshimchilik bilan masalan shu uni bilan jinoyat uchun tutish uchun yoki tekshirish uchun anglayolmaydi. Normalda chuqum shu sotchining shu belgilangan shu kishilarga anglasam bo'ldi deb hukm bergandan keyin ondan davlatning ichidagi davlat xodimlarimi masalan bexatarlik xodimlarimi shu sotxondan chiqqan narsaga asosan ham anglaydi ekanda, ham maxfiy shaklda. Bizning nima ish qilayotgan telefonda kimlar bilan paranglashayotganimiz degandek bu narsalarni. Bu shakllangan nomus bir narsa borchu. Raqamlar kishilik huquq deydigan bir gap bor. Bu hamda odamlarning kishilik huquqi bo'lgan bo'lsa, kishilik huquqqa xohlagancha daxl tarvuz qilishga bo'lmaydi-ku. Bu bir qism demokratik davlatlarda raqamli kishilik huquqi deydigan bir narsa bor. Demakchi o'g'limiz, shu odamning xabari yo'q turib, shu odamning uchurini egallash, shu odamningki nada turib, nima ish qilayotganligini iz qo'g'lash narsasini qilish bu qonun jihatdan cheklangan. Buni bir demokratik davlatda shuni cheklaganligi uchun bir qism qonun organlari terrorga qarshi turish yoki davlat bexatarligini nima qilish bahonasi bilan telekom shirkatlarining xabari yo'q bu ishlarni qiladigan nimalar bo'ladi. Undan keyin xalqlarning jiq diqqatini tatmagan bir ish bor. Black Lives Matters deydigan bir gap chiqqan bir Amerikada. Qarilarning hayoti muhim deydigan bir harakat chiqqan. Nechta esingizda bo'lsa, soqchilar qarilarga zo'ravonlik qilib, ularni zo'ravonlik qilib o'lib ketgan ishlar bo'lgandan keyin shunga qarshi nimalar soqchi bular namoyishga chiqdi. Xo'sh. Bu soqchilarmi albatta qanchalik odamlar namoyishga chiqqanligi, ularning nima ish qilayotganligini bilish uchun ularning almashtirgan uchurlari qiziqadi. To'g'ri, hamda hozir SMS bilan uchur almashtiradigan ishlar bo'lgan ozlayotdi. Ammo shundaqdimi soqchilar masalan qanchalik soqchini nima qilish, qandoq mudofaa qurollarini ko'tarib berish degandek narsalarga qanda namoyishchilarningki aloqalashayotgan uchurlarni mushundaq texnikalar bilan anglab nima qilib qildi. Buni davlat ruxsat qilmaydi. Ammo soqchi organlari mushundaq yutuqlardan foydalanib turib, qonun organlarining xabar yo'q ishlarini nima qilgan. Uning keyin bularmi soqchilarning bu shu namoyishchilar qanday qarshi taqobil turishiningki nimasini bilish uchun ular shu texnikani ishlatib, soqchilarningki nimasini kuzatgan bir ishlarni mediaga azroq chiqdi, ammo keng doirada chiqqan narsa emas. Demak, bu azaldan bor bo'lgan, endi bo'lgan sir murakkablashayotgan, endi dedim u to'rt nimasiniki bo'lgan sir nusxasining yangilishiga ergishib, bu xil ehtimollik bo'lgan sir tuvallab mangdi, ammo buning ishlatilgan texnika bo'lgan sir murakkablashib mangdi buning. Ammo butunlay yo'q bo'ladi deyishga meningcha texi baldur. Chunki har qanday bir texnikaniki yuchuqi bo'ladi, balkim bu texnikani shundaq o'rlashtirganlar maqsadli holda ba'zan yuchuqlarni qoldirib qo'yish ehtimolligi yo'q deyilmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Doktor, hamda bu Xitoy bu josuslik guruhi hamda yuqorida shu xabarlarda chiqqan shu mashinaning ichidagi shu uskuna bilan telefonimiz masalan bizning shu ishxonaning atrofiga keldi, masalan qancha yuz metr yerdan mening telefonimda mening xabarim siz masalan shu mishada turgan narsani nimalarga erishadi, nimalarni mening xabarimni siz olalaydi. Mening yoki men bilan aloqalashgan masalan shu Uyg'urlar va ular bilan aloqalashgan turklarningki, davlat xodimlariningki
nimalarga erisha oladi? Qandaq narsani olib keta oladi masalan, shu uskunlar bilan. Buningki ehtimolliklari ko'p. Birsiga eng oldi bilan oladigani o'rin belgilash. Masalan, telefonninki, men palaniyada men uchur kerak deb to'g'ri yo'llagandan keyin antenna shuninki naq o'rnini, geografiyalik o'rnini belgilagandan keyin, xo'sh, shuning asosan antenna iz qo'g'lay oladi. Bu eng oldigani. Ikkinchisi, telefonda sim kartasida IMSI bo'lgan bilan telefonning o'zida yana bir nomer bor. IMEI deydigan. IMEI numeri deydi. Buna belli bir knopka birlashmasini basgandan keyin telefonning shu nomeri chiqadi. Undan keyin u telefonninki bu nomerlari, telefonninki qayerda ishlangan telefon, qaysi nusxadagi telefon, qanday modeldagi telefon degandek narsalarninki telefonninki nimasini ko'rsatib beradi. Undan keyin telefon to'g'rilangandan keyin albatta uning IP adreslari bo'ladi. Undan keyin shu telefonga qachilangan bir qism asboblarninki nusxalari, masalan, u narsalarni qildi. Demak, bu yumshoq detalninki, masalan, mashg'ulot sistemasiningki Androidning qanchinchi nusxasi, iOSning qanchinchi nusxasi degan vaqtida shu nusxalarga asosan uningki bexatarlik yo'chuqlari bor. Bexatarlik yo'chuqlar to'g'riliq ma'lumot bo'lgandan keyin, aning keyindan bu bir antenna bo'lgan ekan, albatta yolg'iz signalni qabul qilmaydi, hatto keynigandir bir narsa avatadi. Bu yerda ehtimollar nima degan vaqtda telefonga masalan ma'lum bir narsani yo'shirib etishi mumkin. Ziyonkashlik qiladigan troya o'xshash bir narsalarni yo'shirib etishi mumkin yoki bo'lmasa bir SMS bir narsani avatishi mumkin ma'lum bir ulanishlar bilan yoki ma'lum bir do'stimizning nomida bizga bir uchurlarni avatishi mumkin. Qilgandan keyin biz uni ochdik. Ochgandan keyin u ochgan narsa cho'qim biz o'ylab ochgan narsa bo'lishi notayin. Masalan, deylik biz bankning nomida masalan bankaga buncha pul kirdi, bir e-banking kirib, buni bir dalillatyapti. Degandek narsani qilgandan keyin biz ishlatuvchi ismi, pasportni bergandan keyin ularning hammasi Allah'ın qo'liga tushgandan keyin SMS ikki bosqichli dalillash bankidan kelgan bo'lsa, uni tutib qilib, shu orqali bizning bankimizga kirib, bankini quruqlab qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa, shu bir ma'lum bir ulanishni ochgandan keyin, shu ulanishda uloqliq bo'lgan, ya'ni ma'lum bir nima deydi, programmani ijro qilish yoki bo'lmasa bir narsani qachilash degandek narsani qilishi mumkin. Shunlarni yumshoq detalninki nusxalardagi yo'chuqdan foydalanib shunga mos keladigan bir narsani o'rlashtirib aytgandan keyin telefonimiz normal antenna qo'llangandan keyinmi Allah'ın kontrollariga tushib ketadigan ishlar bo'lishi mumkin. Masalan, telefonimizningki ichiga ma'lum bir narsani o'rlashtirib aytgandan keyin o chaqda telefonimizning ichida saqlanmoqda rasmlar bo'lishi mumkin. Telefon nomerlari bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa bir yozishgan qisqa uchurlar, shunga o'xshash narsalarni bular olalaydi degan gap bo'ldi. Hatto masalan, o'tirib turib tinglashayotgan bo'lganligi uchun, hatto o'tirdagi kelishim, bexatar bo'lmagan kelishim bo'lmaganligi uchun ba'zan qulplab yo'llangan uchurlarni balkim ular anglay olish ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu yerdagi aslan men mumkin degan so'zni qarab ishlatdim. Bu yerda biz shu sohadagi maxsus tadqiqot ilib berilgan mutaxassislarninki analiz doklati qarshimiz kerak. Zodi haqiqatan nima ish bo'layotganligini. Xuddi hozir yangidan o'tgan narsa bo'lganligi uchun uningki tafsili narsa o'tirgan chiqqani yo'q. Ammo burungi tarixdagi shunga o'xshash voqealardan silishtirgan vaqtida, demak, telefonning ichiga bir narsa yo'shirish ehtimoligi, yo'shirgan yumshoq detalni aning keyin teximo ilgirligi holda ziyonkashlik qiladigan narsalarni qilish ehtimoligi nayt yuqori. Yani mesela nima o'rlashtirayotganga bog'liq telefonning ichida. Shunga telefonning nusxalarini davomli yangilab turish, ishlatmaydigan applarni o'chirib turish, davomli har qanday bexatarlik to'g'risida so'zlagan vaqtimda deyman, telefonning nusxasini yangilashga diqqat qiling. Zarur bo'lmagan applarni qachilamang, undan keyin manbasini qolmagan yerdagi applarni qachilamang deb davomli deb turgan narsam shu. Chunki ularning hammasi ashtaq narsalarga yuchib tayyorlab berdi. Hamda hozir biz tor texnikasini gapini qilyapmiz. Bu yerdami texnika yangi bir yuchuqlarni so'zlashga to'g'ri keldi o'sha. To'g'ri. Andiki shu nimada bu Xitoylarning hamda maxsus shu ko'chma shaklda ma'lumotlarimizni shuna o'g'irlash bilan birga shu naq maydonda Xitoydagi
bir merkezge yani patron, büyük patron dep aytadi demdi. Aşağıya yollaganlıqın demdi. Bu mesela nima mesela naq meydan yani bu özününki ma'lıq suratlarda chiqib atgan o kompüterning ichiga emas yani o'xshash vaqtda ham o'zi anglab ham bevosita Xitoyga yollaydigan uskunami bu yani. Ashuna adam. Hem de o torga bağlanğan her qandaq asbabninki yeni bir nim bilan aloqalish nimsini ayt yuqori oldu. Mesela deyli, bunun içine ma'lum bir yumshaq detal mesela asbabning ichi asbab kompüterga bağlanğan bolsa, belki kompüterde ma'lum bir mengatgan yumshaq detal bo'lishi mumkin. Toplagan uçurning hammasini aşı naq vaqtning o'zida nimiga markazga yo'llab turadigan bir yumshaq detalni qilgan bo'lsa, uning qilish ehtimolligi nihoyat yuqori. Chunki masalan biz video kamerani ko'rib turibmiz, video kamerada olgan suratni shu yerda saqlamay, uni darhol markazga yo'llab turadigan ishlarni burun tatib qilib kelaylik. Olgan kameradan tatgan suratni markaziy nimiga yo'llab, rasmni analiz qilib, necha minutning ichida shu voqea yuz bergan saqchi nim qila oladigan shu darajada ilg'or texnikaga ega bo'lganligini so'zlayapmiz. Bu yerda demak biz davomli uchur to'plansa bir yerda saqlandi degan narsani aytganligimizga kirgizib olganimiz uchun bu yerda qanday qilib Xitoyga ketyapti bu degan narsaga biroz dilg'ul bo'lyapmiz. Bu amaliyotda undaq emas. Uchur davomli saqlanishning saqlanishning hojati yo'q. Araliqda vaqtli saqlanib bilan uning keyindan yo'linib bo'lgandan keyin qarshi taraf topshirib olganlik nemisini yumshaq detal men topshirib oldim degan narsani ma'lum qilgandan keyin o'zi o'chirib yetadigan bunday iqtidorli yumshaq detallar nihoyat ko'p. Nihoyat osonlam hal qilg'ili bo'ladi. Masalan, uni yo'llagan vaqtida masalan yumshaq detal oq ko'rinish saqlangan narsani ma'lum bir bulut texnikasi, masalan Huawei'ning bulut texnikasi bo'lamdi yoki bo'lmasa shu saqchi organlarining o'zining bulut texnikasi bo'lamdi. Shularga yo'llab bersa, ular joyida o'tirib turib bulut kelgan uchurning hammasini naq maydon shuni yaqinlarla analiz qilib, u odamning kimligi, ular qiziqadigan odam yoki qiziqmaydigan odam. Agar qiziqmaydigan odam bo'lsa, u odamning telefon nomeridagi chiqayotgan uchurni qo'g'lashishning hojati yo'q. Bir necha minutning ichida analiz qilib, bu odam bizga qiziqadigan odam yoki qiziqmaydigan odam desa, uning ISMI'ni nimiga qart tizimga kirgizib bersa, u qayta men san ulanmoqchidim deb bermasmi, uning o'linish ruxsatini bermaydi, yangi bir telefon nomerini izlaydigan gap. Ashta qilib bular shuni yaqildimi, meningcha nihoyat ustalik bilan foydalanadi deb qarayman bu yerda. Unda bo'lganligi uchun u texnikalik jihatdan nihoyat oson qilib bo'ldi. Shu uchurni to'plagan uchun darhol Xitoyga yo'llab undan analiz chiqardi. Xo'sh. Endi o'tganda doktor Erkin Akram dedimdi, bu ergiz bu tutilgan yetti Xitoy olmasligi mumkin bu, chunki büyük ihtimalda buningki aqsim yana nurg'un tutilmaganlarmi ham birlam guruh bo'lmaydi bular dedimdi. Har qanday davlatda qilayotgan bu jinoyat nimalar. Hatto sabit bo'lishi mumkin deb. Bunda hareketchan emas. Ama normalde bu şu anda sen Türk Telekom o'xshash shunda bizga shundaq uchur taqtidigan bu shirkatlar masalan o'zining shu kompyuterlarda o'zininki sirtida birilarininki bunda qonunsiz harakat qilayotganligini bayqayamamdi yani normalde. Bayqaydi amaliyotda, bayqag'ili bo'ladi. Chunki shu telekom shirkatlari o'zininki to'g'riga yo'llanayotgan uchurninki naq shu telekom nimasining telefondan kelgan yoki bo'lmasa orliqdagi bir odam orqali kelayotganini uni bayqaydigan iqtidor bor. Endi bu telekom shirkatlarining kim yaqindan beri bo'lib necha yildan beri texnologiyaning taraqqiyotiga moslashish, uning keyindan shu bozor raqobatida mavjud bo'lib turish uchun balkim ular hamma iqtidorni tonishtirgan shu ishlatgan bo'lishi notayin. Degandagidek 4ga chiqdi, bir mezgildan keyin 5ga chiqdi, endi hozir 6ga qarab yurish qilyotdi. Anandan keyindan baho har zaman tushib turishi kerak. Biz xaridorlar davomli bahoning nima bo'lishini, texnik yaxshi mulozimat qilishni biz talab qilib turibmiz. Shunday bo'lganligi uchun telekom shirkatlari yilda millionlab shu yangi texnikaga mablag' soladi. Topgan foydasining hali ko'p qismini shu texnikaninki nimasiga mablag' solib turadi. Bunda bo'lganligi uchun hamma nimasini ishlatsa, balkim
nima qilishi mumkin, bozor raqobatiga moslasholmasligi mumkin, balki ba'zan iqtidorlarni to'liq qilgan bo'lishini aytadi. U bir. Ikkinchisi, masalan, agar Huawei'ninki antennasi bo'lgan bo'lsa, masalan deylik, endi bu Huawei'ninki nimasini ishlatayotganlar nihoyatda ko'p. Endi bir qism g'arb davlatlari Huawei'ning antennasini cheklayapti, ishlatmaydi. Ammo Turkiya Huawei'ning antennasini ishlatadi. Ham texnika Xitoydan keldi. Uningki boshqaradigan narsani Xitoydan keladi. Demak, Xitoy o'zining yumshoq detalniki yuchiqning nima ekanligini ular bilalaydi. Bilagandan keyin balkim shu yuchiqdan foydalanib turib, shular his qilolmaydigan darajada bir narsa qilgan bo'lish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Agar moslashgan bo'lsa bir-biriga. Demak, ayadagi ISMA signal tutqush degan narsa Huawei'ninki shu yuchiqlardan foydalana oladigan, o'zlari biladigan texnik jihatdan nihoyatda usta bo'lgan birlari bo'lgan bo'lsa, demak, Turk Telekom'ninki uni bilib ketish ehtimolligi yana tövallab ketadi. Endi bu gap hozir Huawei'ninki nimasi keldi. Huawei'lar ZTE dunyodagi shu antenna ta'minlaydigan shirkatlarning birisi, Zhongxing shirkati deymiz, ZTE. Bu shirkatlarni shu tadqiqotchilar bir qancha yilning oldida tekshirib, bularniki oq tarafdagi shu nima deymiz, ust qurilmasida Xitoyga uchur yo'llash ehtimolligining nihoyat yuqoriligini nima qilgandan keyin besh ko'z davlatlar deymiz-ku, Amerika, Kanada, Angliya, Yangi Zelandiya, Avstraliya qatorliq davlatlar dastlab Huawei'lar bu Zhongxing shirkatininki antennasini nima qildi, undan keyin barbara boshqa davlatlarmi buningki boykot qilib, ularni ishlatishni to'xtatib qildi. Ammo yana ko'pincha Yevropa davlatlari, o'rta sharq davlatlar Huawei shirkatininki narsasini ishlatadi. Chunki ularning raqobatchisi kim bo'lsa, Ericsson bilan Nokia. Nokia bilan Ericsson o'xshash texnikadagi narsalarni qiladi. Ammo Xitoyning Huawei texnikasi 5G sohasida baldurroq bozorda ishlatilib bo'lgan darajada mukammal bir sistemani o'tirib qo'yganligi uchun ham baho jihatdan odatda 20%dan 30% to'van bo'lganligi uchun avvalgi biz degan raqobat soladigan mablag'ninki mumkin bo'lsa oz bo'lishini talab qilganligi uchun nurg'un shirkatlar shu Huawei'ning texnikasini ishlatadi. Bunday bo'lganligi uchun shu Huawei'ninki antennasi ma'lum jihatdan yo'chiq bilan ta'minlash ehtimoli. Shuni demoqchiman. Undan boshqa yana Huawei'ning antennasi orqali bir qism uchurlar biz bilmagan holda Xitoy davlatiga ketishgan. Chunki Xitoyninki uchur bexatarlik qonunida shu davlatninki ichidagi har qanday shirkatninki har qanday vaqtda uchurni davlat bexatarligi doirasida ta'minlash majburiyati bor. Unda bo'lganligi uchun Huawei'ninki agar xohlasa Turkiyadagi Uyg'urlarninki uchurlarni bizga yo'llaysa desa, balkim yo'llashi. Bu yana bir xil yo'q deyish mumkin emas-da. Ular mutlaq xatarlik degan narsa yo'q bu yerda. Haqiqatan yani doktor ishqilib Turkiya va boshqa davlat bo'libmi Turkiyaning shu biz ilgirki nashqatimiz suhbatimizda deyishdi qani. Shu masalada g'arbga o'xshash masalan bir musofa qo'yishning o'rniga butun modem hamma narsa shu Xitoyning olib ketishi odamlar qatdan tushuntirdi. Bexatarlik masalasida qatma-qat diqqat qilmasa olmaydigan darajada.